qarab, Muhammad amakim Abu Tolibga juda o'xshaydi, dedilar. Avunga qarab, avunning tabiati mening tabiatimga, axloqi mening axloqimga, jismi mening jismimga o'xshaydi, dedilar. So'ngra mening qo'limni tutib, uni biroz siqdilar-da, meni ham o'zlariga o'xshashimni aytdilar. Abdullohning ham xulqi va jismi menga juda o'xshaydi. Allohim Jafarning ortida qolganlarga xayrlarni ihson aylagin. Allohim Abdullohning savdosini mo'l qo'l, barakali qilgin, dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bu duoni 3 marta takrorladilar. Abdulloh ibn Jafar o'zi uchun qilingan mazkur duolar haqida shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu duolaridan so'ng nimani qo'lga kiritsam doim barakaga to'lib, ko'payib ketaverdi. Payg'ambarimiz alayhissalom kimning haqiga duo qilsalar, Abdulloh ibn Jafarda bo'lgani kabi ijobat bo'lar edi. Abdulloh ibn Jafar hayotining ko'p qismini tijorat bilan o'tkazdilar. Nimani qo'lga kiritsalar, unga baraka yog'ilar. Qaysi ish bilan shug'ullansalar, o'sha ishdan ko'p foyda olardilar. Ammo bu erishilgan foyda xayrli bo'lishi uchun yana bir ish qilish kerak. Qo'lga kiritgan foydani Alloh rozi bo'ladigan shaklda sarflash kerak edi. Xo'sh, Abdulloh ibn Jafar qanday yo'l tutdilar? U zot mol-mulkni shunday tasarruf qildilarki, hatto tillarida doston bo'ldi. U kishi haqida yozilgan kitoblarda 2 ifodaga duch kelamiz. Bahrul Jud, jo'martlik dengizi. Qutbus Saho, saxovat qutbi. Alloh taolo u kishini savdosiga, topgan tutganiga ulkan baraka yog'dirdi. U kishi ham foydalarni Alloh yo'lida infoq qildilar. Muhtojlarga, xayrli ishlarga xarjladilar. Kitoblarda bir necha marta bor mol dunyolarini infoq qilib yuborganlar. Madinaga kelgan minglab hojilarga ko'p martalab taomlar tortib qilganlari aytiladi. Shuningdek, muhtojlarni qo'lini aslo bo'sh qaytarmaganlari ham takror-takror zikr qilinadi. Saxovat insonni jannatga musharraf qiladigan vasila, ko'prik bo'lgani uchun Abdulloh ibn Jafar ham hayotlarida jo'martlikni ihyo qilib, jannatni qo'lga kiritgan peshqadam sahobalardan biri bo'ldilar. So'zimizga bir misol keltirsak, Madinada savdogarlardan biri shakarni sotmay, narxi qimmatlashishini kutib, omborga g'amlab qo'ydi. Odamlar shakar so'rab kelishadi, lekin savdogar sotmaydi. Buni eshitgan Abdulloh ibn Jafar borib, o'sha savdogardan barcha shakarni qimmat narxga sotib oladilar. Ammo xalqqa tekinga tarqatib yuboradilar. Abdulloh ibn Jafarning biz yaxshilikni pulga sotmaymiz degan mashhur so'zlari bor. Bu so'zning ma'nosi shunday: bir kishiga yaxshilik qilgan bo'lsak, aslo undan buning badalini kutmaymiz. Badali keladigan bo'lsa, uni ham darhol tarqatamiz. U kishi issiq kunlarning birida Madinadagi bir qabilani xurmozorida to'xtaydilar. O'sha yerda hordiq chiqarib turganlarida taom vaqti bo'lib, xurmozorda ishlayotgan bir qulga 3 bo'lak non kelganini ko'rdilar. Qul non bo'laklaridan birini endi og'ziga solayotgan edi, birdan oldida och-nahor it paydo bo'ldi. Qul qo'lidagi bo'lakni itning oldiga tashladi. It nonni shu zahot yeb tugatdi. Ikkinchi bo'lak nonni yemoqchi bo'lib turgan qul itni to'ymaganini ko'rib, bu bo'lakni ham unga otdi. It buni ham bir yamlab yutdi. Qul so'nggi bo'lakni yeyish uchun oldi, lekin itni hanuz to'ymagani ko'rinib turardi. Shunday qilib qul 3-chi bo'lakni ham itga berdi. U och holida yana ishga qaytmoqchi bo'lib turgan edi. Abdulloh ibn Jafar kelib undan so'radilar: "Bugungi yegulik miqdoring qancha edi?" Qul mahzun holda javob berdi: 3 bo'lak non. Unda nega o'zingga olib qolmading? It juda och ekan. Shu ahvolda tashlab qoldirishga ko'nglim bo'lmadi. Endi o'zing nima yeysan? Roza tutaman. Abdulloh ibn Jafar quldan hojasini uyini so'radilar. Borib, egasidan xurmozorni ham, u yerda ishlaydigan o'sha qulni ham sotib oldilar. Ortga qaytib bo'lgan voqeani qulga aytib shunday dedilar: "Men seni ozod qildim. Bu xurmozor esa senga hadiya. Mana jo'martlik, mana saxovat." Jo'martligi bilan mashhur bo'lgan Abdulloh ibn Jafardan o'zingizdan ham saxiyroq odamni ko'rganmisiz deb so'rashsa, mana shu voqeani aytib berar edilar. U kishiga qul itga 3 bo'lak non beribdi. Sen esa uni ozod qilib, yana butun boshli xurmozorni hadya qilibsan-ku, deyishsa, shunday der edilar. U qo'lidagi bor narsani berdi. Men esa qo'limdagining bir qismini bera oldim xolos. Shoirlar u kishini jo'martligini baytlarga solishgan. Ey Jafarning o'g'li, yaxshisan baram. Sen sabab faqirning yuzlari kuldi.
Huzuringga qancha miskin kelsa ham, qo'llari saxovat, ehsonga to'ldi. Saxiylikda ana shunday martabada bo'lgan Abdulloh ibn Ja'far otalari shahid bo'lgandan so'ng bir muddat payg'ambarimiz alayhissalomning tarbiyalari ostida ulg'aydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini ko'pincha ulovning ortiga mingashtirib Madinaga kirib borardilar. Abdulloh ibn Ja'far ana shu xotiralardan birini shunday eslaydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safardan qaytsalar atroflarini ahli baytni bolalari o'rab olishardi. Bir kuni yana bir safardan qaytganlarida men u zotni oldilariga yugurdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ko'tarib ulovni oldiga mindirdilar. Keyin Hazrati Fotimaning ikki o'g'lidan birini ham olib kelishdi. Hasanmi yoki Husaynmi eslay olmayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ortlariga mindirdilar. Shu tarzda bir ulovning ustida 3 kishi Madinaga kirib borganmiz. Payg'ambarimiz alayhissalom qachon uni ko'rsalar, "Ey ikki qanotlining o'g'li, sizlarga Allohning salomi bo'lsin" deb salom berib bag'rlariga bosardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida Abdulloh ibn Ja'far 15 yashar yigit edilar. Asmo onamiz erlari shahid bo'lgach Abu Bakr roziyallohu anhu ga turmushga chiqdilar. Shu kundan boshlab Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu Hazrati Abu Bakr Siddiqning tarbiyasiga kirdilar. U zotdan ko'p narsa o'rgandilar. Abu Bakr roziyallohu anhuning vafotlaridan keyin Asmo onamiz Hazrati Aliga turmushga chiqdilar. Shu kundan e'tiboran Abdulloh Hazrati Alining qanoti ostiga kirib, u zotdan ilm, irfon, hikmat o'rgandilar. Biz Abdulloh ibn Ja'farni ilk 3 xalifa davridagi hodisalarda ko'p uchratmaymiz. Ammo Hazrati Alining xalifalik davrida faol tarzda ko'rishimiz mumkin. U kishi Jamal, Siffin, Nahravon, hakam tayin qilish voqealarida doim Hazrati Alining yonlarida bo'ldilar. Ali roziyallohu anhuni shahid qilgan Xavorij Abdurrahmon ibn Muljamga berilgan jazoni ham Abdulloh ibn Ja'far ijro qilganlar. Ali roziyallohu anhu shahid bo'lganlardan keyin Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu Madinaga qaytib kelib, hayotlarining qolgan qismini payg'ambar shahrida o'tkazdilar. Abdulloh ibn Ja'far islom tarixining, ahli baytning eng og'ir imtihoni bo'lgan Karbalo hodisasida ishtirok etmaganlar. Kufaliklarning gapiga ishonib ular tomon bormoqchi bo'layotgan Hazrati Husaynni yo'ldan qaytarishga qattiq uringanlar. Ammo afsuski Hazrati Husaynda qaror qat'iy edi. Shuning uchun Abdulloh ibn Ja'far o'zlari ba'zi mulohazalar sabab bormasalar ham ayollari Zaynab va ikki o'g'lini Husayn roziyallohu anhu bilan birga Kufaga yubordilar. Keyinroq yana chiday olmay shunday maktub yuboradilar: "Ey Husayn, sendan Alloh rizosi uchun so'rayman. Bu maktub qo'lingga yetib borgan zahoti yo'lingdan qayt. Men bu safarda sening halokatga uchrashingdan, oilang nochor ahvolga tushib qolishidan xavotirdaman. Seni o'ldirishsa yer yuzini nuri so'nadi. Chunki sen hidoyatga erishganlarning bayrog'i, iymonlilarning umidisan. Shunday ekan bu masalada shoshilma. Men ham keyinroq senga yetib olaman. Vassalom." Hazrati Husayn maktubni o'qib ta'sirlandilar. Ammo safarga chiqishdan oldin aytgan so'zlarini yana takrorladilar: "Borishim kerak." Undan keyin nimalar bo'lgani hammamizga ma'lum. Bir necha kishidan tashqari ahli baytga mansub va mahbub bo'lgan barcha kishilar Hazrati Husayn bilan birga qatl qilindilar. Ayollar va bolalar, ya'ni shahidlar karvoni esa asirlar kabi avval Kufaga, Ibn Ziyodning huzuriga, keyin Shomga, Yazidning huzuriga yuboriladi. Bir muddat o'tgach esa Madinaga jo'natib yuboriladi. Madinada turgan Abdulloh ibn Ja'far Karbalo va undan keyingi hodisalardan xabar topgach juda qattiq iztirob chekadilar. O'g'illari va Hazrati Husayn uchun bir necha kunlab ko'z yosh to'kadilar. Tabariy tarix kitobida o'sha kunlardagi bir voqeani shunday naql qiladi. Abdulloh ibn Ja'farning ikki o'g'li va Hazrati Husaynning shahid bo'lgani haqidagi xabar Madinaga yetib kelgach, odamlar to'p-to'p bo'lib Abdullohning huzuriga ta'ziya uchun kela boshlashdi. Ulardan biri shunday dedi: "Boshimizga kelgan bu ishlarning barchasiga Husayn sababchi. O'sha yerga bormaganda o'zi ham, sening ikki o'g'ling ham shahid bo'lmas edi." U zot bu gapdan qattiq g'azablandilar. Darhol ko'z yoshlarini artib shunday dedilar: "Bu gaplarni aytishga qanday hadding sig'di? Qaniydi men ham ularni yonida bo'lib Karbaloda qilishlar ostida tilka pora qilinsam edi. Ammo noiloj men ikki o'g'limdek jasur bo'la olmadim. Lekin Husaynning, o'g'illarimning shahid bo'lgani tufayli menga ta'ziya bildirilayotgani uchun Robbimga hamdlar bo'lsin.
Robbim ular tufayli menga ta'ziya qabul qilish sharafini baxsh etdi. Allohga qasamki, men Husayndan faqat hurmat ko'rganman. Abdulloh ibn Ja'far keyinroq shahidlar karvonini, ya'ni ayollari Zaynab va imom Zaynulobidin rahbarlik qilgan karvonni yo'lini poylaydilar. Ular Madinaga kelgandan so'ng bir necha kunlab ko'z yosh to'kdilar. Karbalo hodisasidan so'ng Madinada yashagan Abdulloh ibn Ja'farning qiyinchiliklar bilan o'tgan umri hijriy 80, milodiy 700-yilda Madinada nihoyasiga yetdi. O'shanda u zot 84 yoshda edilar. Janoza namozini Madinaning o'sha paytdagi voliysi Hazrati Usmonning o'g'li Abon ibn Usmon o'qib, u kishini o'zlari qabrga qo'ydilar. O'z hayoti orqali ham ko'p narsalarni ta'lim berib ketgan Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhissalomdan 25 ta hadis rivoyat qilganlar. Keling, u kishi rivoyat qilgan hadislaridan birini yodga olaylik. Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida zikr qilingan rivoyatda Abdulloh ibn Ja'far shunday deydilar: Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Abdulloh, har qanday qiyinchilik yoki mashaqqatga yo'liqsang, shunday duo qilgin. Bu duoni men ham o'qiyman. La ilaha illallohul halimul karim. Subhanallohi robbil arshil azim. Alhamdulillahi robbil alamin. Halimu karim, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Ulug' arshning Robbi barcha nuqsonlardan pokdir. Olamlarning Robbi Allohga hamd bo'lsin. Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu o'zidan keyingilar uchun ibratli hayot kechirib, bu hayotdan olinishi kerak bo'lgan yuzlab ta'limotlarni qoldirib ketdilar. Robbimiz bizni bu ta'limotlardan manfaat oluvchilardan qilsin. Xususan u kishining hayotlarida ko'zga tashlangan jo'mardlik, izzat, muhabbat, shahodat va taslimiyat bizning ham oxirat ozuqamiz bo'lsin. So'nggi so'z o'rnida haqiqiy banda bo'la olishni so'rab, Robbimizga iltijo qilaylik. Allohim, sharaf va izzat, hurriyat va erkinlik, saodat va baxtiyorlik faqatgina senga bandalik qilishdadir. Bu tushunchani zehnlarimizga naqsh aylagin. Nuqson, kamchilik, qusurlarimiz bo'lishiga qaramay, bizni o'zingga banda o'laroq qabul aylagin. Abdulloh bo'lish maqsadini hayotimizni dasturiga aylantirgin. Allohim, Abdulloh bo'lishning eng muhim asosi bo'lmish iymonni, undan keyingi eng buyuk haqiqat bo'lmish namozni hayotimizning asosi qilgin. Farzandlarimizga namozni, satri avratni, iymonni, Qur'onni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni va sahobalarini sevdirgin. Ya Robbim, La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh jumlasini faqat til bilan emas, hayotimiz, qalbimiz, butun a'zolarimiz bilan zikr qilib, u taqozo qilgan vazifalarni ado eta olishni barchamizga nasib va muyassar aylagin. Allohga chinakam